Dilimdikiler Çatmı Nesir Abduri Yasin Muhbil Mikrofon aldıda Ali Qurban Birinci kısım Dostni tanlab tutqin degan gap bor. Biroq amal qilmoq tez. Ba'zilari sening saboqdishing, ba'zilari xizmatdishing, ba'zilari mahalladishing, ba'zilari kasbdishing, ba'zilari har xil munosabatlar tufaylidan sen bilan uzun mezgil orlashib o'tgan kishilar. Yıllarning o'tishi bilan sen o'zing tuymayla ma'lum bir chambarak ishiga kirib qolasan. Ularning ba'zilari sening do'stingga aylanib ketadi. Ularning hammasilar sening eng yaqin do'stingmi? Bir nima demak tez. Do'stlikning ta'biri har xil, o'lchimi har xil, insonlarning mijoz xulqi har xil. Meningcha, to'rin o'lcham bilan aytganda, do'stlik degan so'z, mijoz xulqi, ko'z qarashlari bir-biriga ancha o'xshab ketmaydigan kishilarning o'zaro bir-birini hurmat qilishi, bir-biriga yo'l qo'yishi va bir-birini kechirishidan hosil bo'lgan munosabat chambarakining simvoli. Ba'zida turmush qarshing, dunyo qarshing o'xshamaganligi tufaylidan ba'zilar bilan tabiiy yo'sindilar tashlashib ketsin. Bu normal ish. Sen aralashgan kishilarning xuy-payli bir-biriga zotili o'xshamaydi. Agar ushoq ishlarda gijanglik qilib yo'l qo'ymasang, do'stlikqa daz ketadi. Daz ketgan aynak chaqilmay qolmaydi. Do'stlik u to'liq nozik narsa. Do'stlik xuddi lavuldab yenib turgan gulxanga o'xshaydi. Bak yaqin berib olsang, bir yeringni ko'ydirib olasan. Yiroq turib olsang, o'tning tapti tagmaydi. Muvofiq orliqni tanlash sening ideyang, xuy-payling va iqtidoringga bog'liq. Ko'pincha hollarda turmush qarashing, dunyo qarashing o'xshash bo'lganlar bilan ko'proq aralashib qolasan. Mana bular sen tabiiy yo'sinda izlashni xohlaydigan eng yaqin do'stlaring. Oq ko'ngil do'sting odamiylikni o'rgatadi. Samimiy do'sting sabr toqatni o'rgatadi. Boy do'sting pulning nimaligini tonatadi. Yomristik do'sting sana xushallik ato qiladi. Tilga boy do'sting tilingni o'tkir qiladi. Hasadxo'r do'sting shaxsiyatchilikni o'rgatadi. Nadon do'sting yuzsizlikni o'rgatadi. Tadbirlik do'sting o'tkaldan o'tishni o'rgatadi. Dilkash do'sting ko'ngling yerim bo'lganda yodingga yetadi. Bilginki, har xil do'st o'zining xulqi mijozi, ko'z qarashlari va har xil bilimlari bilan sana izchil ta'sir ko'rsatadi. Hammasi birlashsa, sana jahonni tonatadi.